Zubayra ismli ayol bo'lgan, Abbosiy xalifalardan birining ayoli. Juda ham saxovatli ayol bo'lgan. Kambag'al bechoralarga xayr ehsonni juda ko'p qilgan. Ana shu saxovatli ayol yuradigan ko'chaga ko'zi ko'r bo'lgan ikkita odam o'tirib oldi. O'tib ketayotganini payqashib turib, bittasi duo qildi. Parvardigor, meni o'zingni fazling bilan rizqlantirgin dedi. Ikkinchisi, Parvardigor, meni Zubaydani fazl bilan rizqlantirgin dedi. Haligi ayol eshitdi duosini ikkalasini, ketdi. Bordida Parvardigor o'zingni fazling bilan meni rizqlantirgin degan odamga 2 dirham sadaqa qildi. Meni Zubaydani fazli bilan rizqlantirgin deganga bitta tovuqni pishirib, butun tovuqni ichiga 10 dinor solib jo'natdi. Olib kelib berishdi. Parvardigor meni o'zingni fazling bilan rizqlantir deganga 2 dirham tegdi. Meni Zubaydani fazl bilan rizqlantir deganga 10 dinor tegdi. 5 kun, 10 kun shu ehsonni qildi. Bunga 2 dirham, bunga tovuq. Shu 10 kun o'tgandan keyin kelib, haligi Zubayda ikkala odam oldiga kelib, haligi har kuni tovuq olgan odamga qarab turib, bizni fazlimiz seni ancha boy badolat qilib qo'ydimi? 10 dinordan bersa 10 kunda 100 dinor berdimi? Bizni fazlimiz seni ancha boy qilib qo'ygandir-a dedi. Deganida yo'q dedi. Nimaga desa, men har kuni menga kelgan tovuqni sherigimga 2 dirhamga sotib, 2 dirhamda oldim men deydi. Shunda Zubayda aytdiki, subhanalloh. Zubaydani fazli bilan meni boy qilgan degan odamni boy qilmadi, o'zingni fazling bilan meni boy qilgan degan odamni boy qildi dedi. Sizni rizqingizni xotirjam bo'ling, birov ola olmaydi.